Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ularning farzandlari va yaqinlari. Bugun men sizga juda muhim masala haqida gapirmoqchiman. Bu ma'lumot har bir pensiya oluvchi insonga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki gap pul, hujjat, nafaqa, to'lovlar va o'z haqingizni yo'qotib qo'ymaslik haqida ketmoqda. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim xatolar oddiy ko'ringani bilan pensiya miqdoriga, to'lov muddati va qo'shimcha imtiyozlarga ta'sir qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilik pensionerlarga vaqtida yetib borishi kerak. Men ko'p yillardan beri odamlarning pensiya, nafaqa, ish staji, qayta hisoblash va hujjat masalalari bo'yicha murojaatlarini ko'rib kelaman. Eng ko'p uchraydigan holat shuki, odam pensiyaga chiqqandan keyin hamma narsa avtomatik bo'ladi deb o'ylaydi. Ya'ni pensiya tayinlandi, pul kelib turibdi, demak boshqa hech narsani tekshirish shart emas deb hisoblaydi. Aslida esa bunday emas. Pensiya bir marta tayinlangani bilan keyinchalik ma'lumotlar o'zgarishi, hujjatlar aniqlanishi, ish staji topilishi, oylik ma'lumotlari qayta kiritilishi yoki qo'shimcha imtiyozlar paydo bo'lishi mumkin. Oldin ko'pchilik ish staji haqidagi ma'lumotlarni qog'oz mehnat daftarchasi yoki korxona bergan hujjatlar orqali tasdiqlardi. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, odam yillar davomida ishlagan bo'lsa ham, o'sha davr pensiya hisobiga to'liq kirmay qolishi mumkin edi. Hozir esa ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Lekin bu hamma narsa to'liq va xatosiz degani emas. Elektron bazada familiya noto'g'ri yozilgan bo'lishi, tug'ilgan sana boshqacha kiritilgan bo'lishi, korxona nomi o'zgargan bo'lishi, ish haqi bo'yicha ma'lumot yetishmasligi mumkin. Eng muhim o'zgarish shundaki, bugun pensioner faqat kutib o'tirishi emas, balki o'z ma'lumotlarini tekshirish kerak. Agar sizning stajingiz to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, pensiya miqdori kamroq chiqishi mumkin. Agar sizga tegishli qo'shimcha to'lov yoki imtiyoz borligini bilmasangiz, o'zingizga tegishli pulni olmasdan yurishingiz mumkin. Agar bank kartangiz, yashash manzilingiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringizda muammo bo'lsa, to'lov kechikishi ham mumkin. Birinchi navbatda har bir pensioner o'z pensiyasi qanday hisoblanganini tushunishi kerak. Men buni murakkab formula sifatida emas, oddiy hayotiy masala sifatida tushuntiraman. Pensiya miqdoriga odatda ish staji, ish haqi ma'lumotlari, pensiya turi, ayrim hollarda nogironlik holati, o'quvchisini yo'qotganlik, alohida toifadagi imtiyozlar va qonunchilikdagi indeksatsiyalar ta'sir qiladi. Demak, pensiya miqdorini tekshirganda faqat bugun kartaga qancha pul tushganiga qarash yetarli emas. Siz o'zingizdan so'rashingiz kerak, mening ishlagan yillarim to'liq kiritilganmi? Ish haqim bo'yicha ma'lumotlar to'g'rimi? Men qo'shimcha to'lov olish huquqiga egamanmi? Pensiyam oxirgi o'zgarishlardan keyin to'g'ri qayta hisoblanganmi? Masalan, bir opa 1972 yildan 2005 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin bir necha yil bozorda savdo qilgan. Keyin yana davlat tashkilotida farrosh bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqanda mehnat daftarchasidagi ayrim yozuvlar noaniq bo'lgani uchun 7 yil staj hisobga olinmagan. Opa esa buni bilmagan, faqat pensiya kamroq chiqdi deb o'ylagan. Keyin arxivdan ma'lumotnoma olindi, korxonaning huquqiy vorisi aniqlashtirildi, ishga qabul qilingan va bo'shagan sanalar tasdiqlandi. Natijada pensiya qayta ko'rib chiqildi. Bu yerda asosiy xulosa shuki, agar siz men ko'proq ishlaganman, lekin pensiyam juda kam deb o'ylasangiz, bu faqat norozilik emas, tekshirish kerak bo'lgan aniq signal bo'lishi mumkin. Yana bir misol. Bir aka 1990 yillarda qurilish tashkilotida ishlagan. Lekin tashkilot yopilib ketgan. Uning qo'lida mehnat daftarchasi bor, ammo ayrim yozuvlarda muhr yaxshi ko'rinmaydi. Pensiya tayinlashda o'sha davr bo'yicha savol tug'ilgan. Aka, avvaliga baribir topilmaydi deb qo'l siltagan. Lekin arxivga yozma murojaat qilinganda oylik vedomoslari va buyruq nusxalari saqlangani ma'lum bo'lgan. Shundan keyin ishlagan davri tasdiqlangan. Demak, korxona yopilgan bo'lsa ham hujjat butunlay yo'q degani emas. Ko'pincha arxiv yuqori tashkilot yoki tuman hokimligi huzuridagi tegishli ma'lumot manbalari orqali izlash mumkin. Men alohida ta'kidlayman, hamma pensioner vahimaga tushishi kerak emas. Lekin ayrim toifadagi insonlar pensiya hujjatlarini zudlik bilan tekshirtirgani ma'qul. Birinchi toifa pensiyasi juda kam chiqayotgan, lekin umrining katta qismini rasmiy ishlagan odamlar. Agar siz 25, 31 yoki 35 yil ishlagan bo'lsangiz,
lekin pensiyangiz eng past miqdorlarga juda yaqin bo'lsa, staj yoki oylik ma'lumotlarda muammo bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa eski korxonalarda ishlaganlar, zavod, kolxoz, sovxoz, fabrikalar, qurilish trestlari, tuman iste'mol jamiyatlari, maishiy xizmat korxonalari, sobiq davlat tashkilotlarida ishlagan insonlarda hujjat izlash masalasi ko'p uchraydi. Bu davrlardagi ma'lumotlar ba'zan elektron bazaga to'liq o'tmagan bo'ladi. Shuning uchun mening hammasi bazada bor deb ishonib o'tirmasdan, pensiya bo'limida qaysilar hisobga olinganini aniqlashtirish kerak. Uchinchi toifa familiyasi o'zgargan ayollar. Turmushga chiqqandan keyin familiya almashgan, keyin yana eski familiyaga qaytgan yoki hujjatlarda ism, familiya turlicha yozilgan bo'lsa, stajni bog'lashda muammo tug'ilishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova, nikoh guvohnomasida Saidova, pasportda esa boshqa yozish bo'lsa, bularni hujjat bilan bir-biriga bog'lash kerak bo'ladi. Bitta harf farqi ham ayrim holatda tizimda muammo chiqarishi mumkin. To'rtinchi toifa pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlayotganlar. Ishlayotgan pensionerlar o'zlariga tegishli qayta hisoblash imkoniyatlarini kuzatib borishi kerak. Chunki pensiya tayinlangandan keyin ham ish davom etsa, keyingi davrlar va badallar bo'yicha ayrim holatlarda qayta hisoblash masalasi paydo bo'lishi mumkin. Bu ham avtomatik bo'lishi yoki ariza talab qilishi mumkin. Shuning uchun hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limidan aniq tartibni so'rash kerak. 5-toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar, yolg'iz yashovchi qariyalar, urush va mehnat fronti bilan bog'liq toifalar. Boquvchisini yo'qotganlar, nogiron farzand parvarishida bo'lganlar. Bu yerda nafaqat pensiya, balki qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar, ijtimoiy yordam, kommunal yoki tibbiy imtiyozlar masalasi ham bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar bunday imkoniyatlar haqida eshitmaydi yoki menga tegishli emas deb o'ylaydi. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz elektron bazada to'liq ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya tayinlashda sizga hisob-kitob tushuntirilgan bo'lsa, stajingiz to'liq kiritilganini ko'rgan bo'lsangiz va to'lovlar muntazam kelayotgan bo'lsa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta ma'lumotlaringizni tekshirish foydali. Chunki bank kartasi muddati, telefon raqami, yashash manzili, pasport ma'lumotlari, nogironlik guruhi muddati kabi masalalar o'zgarishi mumkin. Masalan, pensionerning bank kartasi muddati tugaydi. U yangi karta oladi. Lekin ayrim hollarda to'lov tizimida ma'lumot yangilanishi kechikadi. Pensioner pensiyamni to'xtatib qo'yishdi deb xavotirlanadi. Aslida muammo karta rekvizitida bo'lishi mumkin. Yoki odam boshqa tumanga ko'chib o'tadi. Lekin pensiya ishini ko'chirish tartibini vaqtida bajarmaydi. Natijada to'lovda kechikish yoki murojaat zarurati paydo bo'ladi. Shuning uchun xavotir emas, nazorat kerak. Endi men eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nozik jihatlar haqida gapiraman. Birinchi nozik masala, og'zaki gap bilan huquq himoya qilinmaydi. Men falon joyda ishlaganman. Hamma biladi. Qo'shnilari guvoh degan gaplar ba'zan yordamchi ma'lumot bo'lishi mumkin. Lekin asosiy dalil hujjatdir. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ishga qabul qilish buyrug'i, oylik vedomositi. Shaxsiy hisob varaqasi, sud qarori yoki boshqa rasmiy hujjat kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik masala, hamma staj bir xil tartibda hisoblanmasligi mumkin. Ayrim davrlar to'liq kiradi, ayrimlari qo'shimcha tasdiq talab qiladi. Ayrim faoliyat turlari bo'yicha soliq yoki badal to'langan to'lanmagani muhim bo'ladi. Masalan, bir inson uzoq yil norasmiy ishlagan bo'lishi mumkin. U haqiqatda mehnat qilgan, lekin rasmiy hujjat bo'lmasa, pensiya hisobida muammo chiqadi. Shuning uchun yoshroq qarindoshlarga ham aytaman, bugun norasmiy ish ertaga pensiya masalasida katta yo'qotishga olib kelishi mumkin. Uchinchi nozik masala. Qo'shimcha hujjat topilganda pensiya darhol va cheksiz muddat uchun oshib ketadi deb o'ylash to'g'ri emas. Qayta hisoblashning o'z tartibi, ariza berilgan sana, hujjat taqdim etilgan vaqt, qonunchilikdagi cheklovlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjat topilishi juda yaxshi, lekin natija qanday bo'lishini mutaxassis hisob-kitob qilishi kerak. To'rtinchi nozik masala. Telefon orqali keladigan xabarlarga ehtiyot bo'lish. So'nggi paytlarda pensionerlarga pensiyangiz oshiriladi. Kompensatsiya chiqdi. Kartangizni tasdiqlang, kod ayting. Ariza rasmiylashtiramiz degan qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga bank kartangiz raqami, amal qilish muddati, SMS kod, PIN kod, pasport nusxasi
yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni shubhali kanallar orqali bermang. Rasmiy idora hech qachon sizdan telefon orqali SMS kodni aytishni so'ramasligi kerak. Agar bunday qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni to'xtating va farzandingiz bank yoki rasmiy idora bilan o'zingiz bog'laning. 5-nozik masala ishonchnoma bilan pensiya olish. Ayrim pensionerlar kasal bo'lgani, yura olmagani yoki boshqa sabab bilan pensiyani farzandi yoki qarindoshi orqali oladi. Bu holatda ishonchnoma qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Lekin pensionerning o'zi ham to'lovlar kelayotganini, pul to'lib yetib borayotganini, karta kimning qo'lida ekanini nazorat qilish kerak. Afsuski, hayotda pensionerning puli o'ziga to'lib berilmaydigan holatlar ham uchraydi. Bu juda og'ir masala, lekin uni yashirmaslik kerak. Pensiya pensionerning shaxsiy mulki hisoblanadi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, o'zingizdagi barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, harbiy xizmatga oid hujjatlar bo'lsa, ularni, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha ma'lumotlar, eski ish joylaridan olingan spravkalar, arxiv ma'lumotnomalari, bank karta rekvizitlari. Bularni bitta papkaga solib qo'ying. Hujjatlar tartibli bo'lsa, murojaat qilish osonlashadi. Ikkinchi qadam, pensiyangiz bo'yicha hisobga olingan stajni aniqlang. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ma'lumot olish imkoniyatini tekshiring. Mutaxassisdan oddiy tilda so'rang. Menga necha yil staj hisoblangan? Qaysi davrlar kiritilgan, qaysi davrlar kiritilmagan? Pensiyam qaysi ma'lumotlar asosida hisoblangan? Bu savollarni berishdan uyalmang. Bu sizning haqqingiz. Uchinchi qadam, kiritilmagan davrlar bo'lsa, ularni yozib oling. Masalan, 1978 yil sentyabrdan 1994 yil iyungacha bo'lgan davr ko'rinmayapti. Yoki 1992 yildan 1997 yilgacha ishlagan joyim kirmagan deb aniq yozing. Keyin o'sha korxona hozir mavjudmi? Nomi o'zgarganmi? Arxivga topshirilganmi? Aniqlang. Agar o'zingiz borishga qiynalsangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqin insoningiz yordam bersin. Muhimi, topilmaydi deb oldindan taslim bo'lmang. 4-qadam, yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin muhim masalada yozma ariza kuchliroq. Arizada kim ekaningizni, pensiya ishingiz bo'yicha qaysi davrni tekshirtirmoqchi ekaningizni, qaysi hujjatni so'rayotganingizni aniq yozing. Masalan, mening 1996 yildan 1994 yilgacha falon korxonada ishlagan davrim pensiya stajiga kiritilmaganini tekshirib berishingizni so'rayman yoki falon korxonaga oid arxiv ma'lumotnomasini olish tartibi bo'yicha amaliy yordam berishingizni so'rayman. Ariza nusxasini o'zingizda saqlang, qabul qilingan sanani belgilatib oling. 5-qadam, bank va aloqa ma'lumotlarini yangilang. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, karta muddati tugagan bo'lsa, pasportingiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, bularni tegishli joylarda yangilash kerak. Ko'p kechikishlar aynan shunday mayda ko'ringan ma'lumotlar sababli yuzaga keladi. Karta yo'qolsa yoki begona odam qo'liga tushsa, darhol bankka murojaat qiling va kartani bloklatib, yangisini rasmiylashtiring. 6-qadam, imtiyoz va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha alohida so'rang. Men ko'p ko'rganman. Odam pensiyasini oladi, lekin o'ziga tegishli boshqa yordam turi borligini bilmaydi. Masalan, yolg'iz yashovchi qariya mahalla orqali ijtimoiy yordam masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Nogironligi bo'lgan inson tibbiy ijtimoiy xizmatlar bo'yicha murojaat qilishi mumkin. Kommunal to'lov, dori-darmon, sanatoriy, parvarish yoki boshqa yo'nalishlarda hududingizda amal qiladigan tartiblar bo'lishi mumkin. Bularning hammasi ham hammaga bir xil berilmaydi, lekin so'rash va tekshirtirish kerak. 7-qadam, firibgarlardan himoyalaning. Men har bir pensionerga va ularning farzandlariga shuni maslahat beraman. Oilada oddiy qoida qo'ying. Pensioner hech qachon telefon orqali kelgan begona odamga karta kodi, SMS kod, pasport ma'lumoti yoki elektron xizmat parolini aytmaydi. Agar kimdir hozir aytmasangiz pulingiz kuyadi desa, demak bu shubhali. Rasmiy masala bo'lsa, siz o'zingiz pensiya jamg'armasi, bank, mahalla yoki davlat xizmatlari markaziga borib aniqlaysiz. Shoshiltirish firibgarlarning eng kuchli quroli. 8-qadam, barcha javoblarni saqlang. Pensiya bo'limidan, arxivdan, bankdan, mahalladan olgan ma'lumotnomalar, javob xatlari, ariza nusxalari
kvitansiyalarni tashlab yubormang. Bugun kerak bo'lmagan hujjat ertaga muhim dalil bo'lib qolishi mumkin. Ayniqsa eski ish joylari bo'yicha topilgan har bir qog'ozni ehtiyot qiling. Hujjatni telefoningizda rasmga olib qo'yish ham foydali. Lekin asl nusxani alohida papkada saqlang. Tasavvur qiling, bir pensioner onaxon 4 yil mehnat qilgan. U har oy pensiya oladi, lekin qo'shnisi undan ko'proq olishini ko'rib hayron bo'ladi. Men ham ishlaganman-ku deydi. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, uning 6 yil kolxozdagi davri hujjatda noto'g'ri familiya bilan ketgan. Nikoh guvohnomasi va arxiv ma'lumotnomasi qo'shilgandan keyin masala qayta ko'riladi. Bu yerda birgina familiya farqi pulga ta'sir qilgan. Yana bir vaziyat. Bir otaxon pensiyani kartadan oladi. Unga kimdir qo'ng'iroq qilib pensiyangizga qo'shimcha pul tushadi. Telefoningizga kelgan kodni ayting deydi. Otaxon ishonib kodni aytsa, kartadagi pul yechib olinishi mumkin. Shuning uchun men yana qaytaraman. Kod hech kimga aytilmaydi. Bank xodimi ham, davlat idorasi ham, yordam beraman degan notanish odam ham SMS kodni so'ramasligi kerak. Yana bir misol. Pensioni boshqa viloyatdagi farzandining uyiga ko'chib ketadi. O'zi eski manzilda ro'yxatda qolgan. Pensiya hujjatlari ham eski joyda. Bir necha oy o'tgach muammo chiqadi. Xatlar eski manzilga ketgan, tekshiruv uchun chaqirib kelgan, bank ma'lumoti yangilanmagan. Buning oldini olish uchun ko'chishdan oldin yoki ko'chgan zahoti pensiya ishini yangi manzil bo'yicha qanday tartibda yuritish kerakligini aniqlash lozim. Yana bir vaziyat. Inson pensiyaga chiqqan. Lekin keyin yana 3 yil rasmiy ishlagan. U endi pensiyam o'zgarmaydi deb yuradi. Aslida ayrim hollarda keyingi ishlagan davrlar bo'yicha qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Buni aniq bilish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiyaga chiqqanimdan keyingi ishlagan davrim hisobga olinadimi? Qayta hisoblash uchun ariza kerakmi deb so'rash kerak. Javob qonunchilik va shaxsiy holatga qarab farq qilishi mumkin. Ko'pchilik keyinroq boraman, vaqtim yo'q, farzandim kelganda so'rayman deb yuradi. Lekin pensiya masalasida vaqt juda muhim. Hujjatni qancha erta topsangiz, muammoni shuncha erta ko'rasiz. Arxivdagi ma'lumotlarni izlash vaqt olishi mumkin. Korxona hujjatlari boshqa joyga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ayrim ma'lumotlarni olish uchun bir necha idoraga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Shuning uchun bugun harakat qilish ertangi yo'qotishning oldini oladi. Men pensionerlarga buni qo'rqitish uchun emas, haqqingizni himoya qilish uchun aytyapman. Davlat tomonidan belgilangan pensiya va imtiyozlar insonning ko'p yillik mehnati, to'lagan badallari, qonuniy maqomi va ijtimoiy himoya huquqi bilan bog'liq. Agar siz huquqingizni bilmasangiz, uni talab qilish qiyin bo'ladi. Agar hujjatingiz tartibsiz bo'lsa, mutaxassis ham tez yordam bera olmaydi. Agar savol bermasangiz, xato yillar davomida bilinmay qolishi mumkin. Bu videoni ko'rayotgan farzandlar, nabiralar va qarindoshlarga ham murojaat qilaman. Ota-onangiz yoki buvingiz, bobongiz pensiya masalasini yaxshi tushunmasligi mumkin. Ular idoraga borishdan tortinishi, navbat kutishga qiynalishi, hujjatlarni ajrata olmasligi mumkin. Siz ularga yordam bering. Bir kuni vaqt ajrating, hujjatlarni ko'rib chiqing. Pensiya qancha tushayotganini, karta kimda ekanini, telefoniga qanday xabarlar kelayotganini, firibgarlar qo'ng'iroq qilmaganini tekshiring. Lekin yordam degani ularning pulini nazorat qilib olish emas. Pensiya egasi pensionerning o'zi. Unga tushuntiring, birga boring, ariza yozishda yordam bering, lekin qarorlarni uning roziligi bilan qiling. Ayniqsa yoshi katta insonlar aldovga tez ishonib qolishi mumkin. Shuning uchun uyda oddiy xavfsizlik qoidalarini tushuntirish juda muhim. Bugungi gapimning mazmuni shuki, har bir pensioner o'z pensiyasi, staji hujjatlari, bank kartasi va imtiyozlarini tekshirishi kerak. Pensiya kam chiqayotgan bo'lsa, buning sababi bo'lishi mumkin. Eski ish joylari hisobga kirmagan bo'lishi mumkin. Familiya yoki hujjatdagi xato ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Qo'shimcha to'lov yoki yordam haqida bilmasligingiz mumkin. Eng muhimi, begona qo'ng'iroqlarga ishonmang. SMS kod va karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Bugunoq hujjatlaringizni yig'ing. Qaysi yillar hisobga olinganini aniqlang. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, arxiv, bank yoki mahallaga murojaat qiling. Har bir arizani yozma bering, javoblarni saqlang. Shubhali holatda farzandlaringiz yoki ishonchli mutaxassis bilan maslahat qiling. Agar sizda ham pensiya kam hisoblangan, staj kirmagan, arxiv hujjati topilmagan yoki to'lov kechikkan holatlar bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam berishi mumkin.
Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu faqat bitta odamga emas, barcha pensionerlarga tegishli.